Sog'lom ozganda oyiga necha kilogramm ozish kerak? Javob: 2-4 kilogramm. Agarda ko'p vazn yo'qotilsa, bunda organizmga zarar yetkaziladi. Ya'ni vitaminlar va minerallar kamayadi, moddalar almashinuvi susayadi. O't tufayli toshlar paydo bo'lishi mumkin va mushak massasi kamayadi. Albatta, sezilarli ortiqcha vaznda boshida ko'p vazn yo'qotish mumkin. Bu yog'ning hisobiga emas, balki suv va zaxiradagi glikogenning hisobiga bo'ladi. Va 2-4 kilogramm, ya'ni haftasiga 1 kilogrammgacha bo'lgan vazn yo'qotish ham gipertoniya, qandli diabet va yurak qon tomir kasalliklarini asoratlarini oldini olishda sezilarli yordam bo'ladi. Agarda qiziqayotgan bo'lsangiz yoki tushunmayotgan bo'lsangiz, menga ozish yoki yordam deb kommentariyada yoki meni o'zimga yozsangiz, sizga albatta yordam beraman.